لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Ayni damda Toshkent shahar bosh imom xatibi ustoz Abdurahmon xondomda Toshkent viloyatidan kelgan hojilarimizga haj ibodatining fazilatlari to'g'risida suhbat qilib beryaptilar. Hozir ana shu suhbatdan lavhalar qilib boramiz. Qadriyatlarimiz dinimiz bilan hamohang bo'lib ketgan. Demakki, mana shu haj ibodatini ham bugun solihlar hajini istagan har bir kishiga ba'zi tavsiyalarni eslatib o'tamiz. Ulug'lar aytadilarki, birinchi hajni niyat qilgan har bir inson Alloh taolo unga muvaffaq qilib turibdimi? Haj kuni tarbiya kunlari yaqinlashganga qadar ko'p tavba qilsin. Tavbani hajni odoblaridan deb aytiladi. Ikkinchisi, har bir inson kimga zulm qilgan bo'lsa, kimga nohaq bir ishlarni amalga oshirgan bo'lsa, imkon topsin, uzr so'rasin. Hajda zulm qilish endi u yoqda tursin, avvalgi ishlaridan pushaymonlik bo'lib, endi o'tib ketgan bo'lsa nima qilaman desa, ularning haqqiga ko'p duo qilsin. Ulardan uzr so'rash imkoniyati bo'lmasa, Allohdan ular haqida mag'firat so'rashligi bu odob dedilar, bu hajni go'zal bo'lishiga sabab bo'ladilar. Uchinchisi har bir hojilik maqomini olishni niyat qilgan inson biror soat, biror lahza tili bo'sh qolmasin. Zikr, Qur'on, xatmi Qur'on, Alloh taologa tavba tazarru, istig'for aytishlik bu eng go'zal ish hisoblanadi. Hajning odoblaridan yana biri boshqalardan o'tgan xatoni tez kechirib turish. Bu ham himmat bo'ladi. Masalan, bir odam yoqmaydigan gapirdi. U bilan teng kelasizmi? Yo'q. Tabassum qilasiz. Allohning oyatiga muvofiq mana shunday sizni tabassumingiz bilan javobingiz salom bo'lsa, Alloh taoloning eng rahmonning suyukli bandasiga aylanib ulgurasiz. Hajning odoblaridan biri eng go'zal, eng qiyini ham shu bo'ladi. Hojilik maqomiga yetib, Arofatda hozir bo'lib, Muzdalifada tunab, shaytonga 3 kun tosh otib, ichida tavof ifozalarni ado etgandan keyin umr bo'yi mana shu hojilikka sodiq qolib, hajda, haramda, ihromda qanday ehtiyotkor bo'lgan bo'lsangiz, mana shu ehtiyotkorlarni saqlash eng katta odob hisoblanadi. Kitoblarda keladi, hajni qabul bo'lgan birinchi sifati nima desa, o'sha odam shu yerda qoladi deydi. Ikkinchisi nima desa, u odam avvalgi o'sha o'zi bilgan, bilmagan yomon axloqi odobidan qaytsa, mana shu hajni odobi bo'lib, hajni qabul bo'lganligini ishorasi, belgisi shu bo'ladi. Uchinchisi nima desa, hajni, ya'ni hojini, yo ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, hajdan qaytgandan keyin yaxshi amallari ko'paysa, bu ham inshaalloh hajning qabul bo'lgandan bir ishorat, belgi hisoblanadi. Hanna qalbi lil Madina li Rasulillah faqtafa al-qalbu hanina taliban luqiya ya طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه